Assalomu alaykum. Kuzatuvchilarimiz tarafidan kelib tushgan ko'plab savollar, talablar, takliflarga binoan biz tadbirkorlik subyektlari faoliyatini to'liq yoritib berishga, bu haqida video qo'llanma darsliklar chiqarishga qaror qildik. Bugun biz yakka tartibdagi tadbirkor faoliyatidan boshlaymiz. Birinchi darsligimiz asosan YTTni tashkil qilish, onlayn ro'yxatdan o'tkazish va unga tadbirkorlik guvohnomasi olish haqida bo'ladi. Xo'sh, ushbu videoni boshlashdan oldin bitta narsaga e'tibor qaratmoqchimiz. Respublika bo'yicha 2017-yildan boshlab statistikaga ko'ra 1,812,746 ta YTTlar to'g'ridan to'g'ri davlat xizmatlari markazi orqali ro'yxatdan o'tgan. Onlayn xizmatlardan foydalanib YTT faoliyatini ochgan tadbirkorlik subyektlarining soni bor yo'q 186,445 ta. Ya'ni oradagi farq, tafovut juda ham yuqori. Biz shu narsani taklif qilamizki, iloji boricha onlayn YTT ochinglar, onlayn tadbirkorlik subyekti faoliyatini ochishda onlayn xizmatlardan foydalaninglar. Chunki bunda ham vaqtinglar, ham ozgina bo'lsa ham o'zingizlarning mablag'inglarni tejagan bo'lasizlar. Xo'sh, birinchi navbatda siz YTT ochish uchun menga nima kerak degan savolni beradigan bo'lsangiz, sizga birinchi navbatda elektron raqamli imzo, ya'ni elektron ключ kerak bo'ladi. Biz bu haqda o'zimizning kanalimizda alohida video darslar tayyorlaganmiz. Istaganlar bo'lsa bemalol ko'rib, o'sha foydalanib, elektron raqamli imzoni qanaqa olish tartibini bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Xullas, birinchidan elektron raqamli imzo, undan keyin faoliyat olib borish manzilingizni aniqlashtirib olgan bo'lishingiz kerak. Agar faoliyat manzili o'zingizning xususiy mulkingizga tegishli bo'lsa, o'sha kadastr ma'lumotlari, agarda boshqa bir noturar obyektda faoliyat yuritmoqchi bo'lsangiz, ikkinchi, uchinchi shaxs bilan orada tuzilgan ijara shartnomasi bo'lishi kerak. Shu ma'lumotlaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'sha hozir buni birdarchi.uz saytiga kirib turib, onlayn tarzda tadbirkorlik guvohnomasini olishimiz mumkin. Mana ekranni ko'rib turibsizlar, bu new.birdarchi.uz sayti. Ushbu saytda tadbirkorlik faoliyatiga oid barcha kerakli ma'lumotlar, ro'yxatga o'tish usullari bor. Biz bu yerda mana biznesni ro'yxatdan o'tkazish bandini tanlaymiz. Xo'sh, bu yerda ko'rib turganingizdek tizimga kirish so'rovi chiqdi. Kirishni bosamiz. Mana elektron raqamli imzo orqali kirish tanlaymiz. Mana o'sha o'zimni shaxsiy elektron ключim ma'lumotlari kelib chiqdi. Bosamiz. Bu parol so'raydi. O'zimiz kirgizgan shu parolni kirgizamiz. 6 soat saqlash. Okey. O'sha tizim elektron raqamli imzoni parolini tasdiqladi. Xo'sh, mana ko'rib turibsizlar, birinchi o'zi turibdi tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish. MCJ hamda YTT va boshqa tadbirkorlik subyektlari uchun. Shu bo'limga kiradigan bo'lsak, ikkita tanlov bor bizda. Yuridik shaxs tashkil etgan holda yoki yuridik shaxs tashkil etmagan holda tanlaymiz. Mana bu yerda 5 xil turdagi yuridik shaxs tashkil etmasdan tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish turlari ro'yxati turibdi mana. Hozir ikkitasi haqida gaplashamiz. Birinchisi o'zimiz YTT ochamiz oxirida. Undan oldin oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etmagan holda oilaviy tadbirkorlik haqida qisqacha to'xtalib o'tsak, buni nima farqi bor, nima afzalliklari bor? Siz yuridik shaxs tashkil etmagan holatda oilaviy tadbirkorlik bilan shug'ullanishingiz mumkin. Bunda YTT shug'ullanish mumkin bo'lgan barcha faoliyat turlari sizga nisbatan qo'llaniladi. Faqat bitta afzalligi shundaki, siz bunda o'zingizni xususiy uy manzilingizdan turib, yashab turgan uy joyingizdan manzilidan foydalanib turib, o'sha uyda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish huquqiga ega bo'lasiz, lekin bunda kamida 2 nafar ishtirokchi bo'lishi kerak, yaqin oila a'zolari bo'lishi kerak, yaqin qarindoshlar, xotin, o'g'il, ota-ona, qiz, shu kabi 2 nafar ishtirokchi dastavval talab qilinadi. Undan keyin o'zingiz yaqin oila a'zolaringizdan tashqari boshqa qo'shimcha chetdan xodim yollash huquqiga ega bo'lmaysiz doimiy ravishda. Ba'zi bir dastlab vaqtinchalik ishlarni amalga oshirish bo'yicha shartnoma tuzishingiz mumkin, lekin doimiy faoliyat bilan shug'ullanishingiz uchun xodim yollash huquqiga ega bo'lmaysiz. Demak, bu haqida gapirib o'tdik. Shuningdek, afzallik taraflaridan yana bittasi, kommunal to'lovlarni siz jismoniy shaxslar uchun belgilangan tariflardan kelib chiqib to'lash huquqiga ega bo'lasiz. Xo'sh, mana biz hozir yakka tartibli tadbirkorni belgiladik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, kerakli bo'lgan hujjatlar,
muddat to'lov, natija, bu haqida hammasi o'qib chiqsanglar bo'ladi bemalol. Keyingi bosqichga o'tamiz. Oferta shartlarini o'qib chiqishni tavsiya qilamiz. Oferta shartlari tasdiqlangandan so'ng birinchi navbatda o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni bitta ko'zdan kechirib olamiz, hammasi joyida. Keyingi bosqichga o'tamiz. Mana xuddi shu joyda mana joylashgan manzil haqida ma'lumot so'rayapti. Biz bunda ijarachi bilan ijara shartnomamiz bor. O'sha manzilni kiritamiz. Demak, bu Toshkent shahri, tuman Yashnobod tumani. Xo'sh, mahalla Parvoz mahalla. Bu Shota Rustaveli ko'chasi 150 bo'ladi. Telefon raqam kirgizasiz. Email ixtiyoriy, xohlasangiz kirgizsangiz bo'ladi, xohlasangiz o'tib ketishingiz ham mumkin. Endi birinchi navbatda biz o'zimizning asosiy faoliyat turimizni tanlaymiz. Xo'sh, biz bu yerda hozir faoliyatning boshqa turlari bilan shug'ullanmoqchimiz. 93 ta umumiy faoliyat turi mavjud. Xo'sh, biz tanlamoqchi bo'lgan faoliyat turi bu faoliyatning boshqa turlari ro'yxatida ekan, ro'yxatining ichida ekan, mana reklama ishlab chiqarish va joylashtirish. Shu faoliyat turini tanlaymiz. Yuborish. Siz bitta faoliyat manzilida boshqa turdagi faoliyat turlari bilan shug'ullanishingiz ham mumkin. Agar shu narsaga ehtiyojingiz bo'lsa, oldindan belgilab qo'yishingiz mumkin, lekin bu narsani keyinchalik kiritishingiz ham mumkin. Misol uchun, bir joyda reklamadan tashqari yana nimadir raspечатка xizmatlarini ko'rsatish bo'ladimi, qanaqadir shunga o'xshash yaqin faoliyat turi bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol kiritib qo'ysangiz bo'ladi keyinchalik ham. Xo'sh, bu keyingi so'rayotgan xizmatlari ham bu ixtiyoriy. Xohlasangiz ha deb belgilang, xohlasangiz yo'q deb belgilang. Xo'sh. Ma'lumotlarni tekshirib olamiz. Hammasi joyida. Face ID orqali tasdiqlang deyapti. Keyingi bosqichga o'tamiz. Eng og'riqli nuqta to'lov usulini tanlashga keldik mana. Xo'sh, bizga to'lov usullari sifatida 3 ta usulni taqdim qilishdi. Mana internet banking orqali, bank kassasi orqali yoki plastik karta orqali. Plastik karta orqali to'lashni tanladim. O'zimni plastik karta raqamlarimni kirgizganimdan so'ng telefon raqamga tasdiqlash kodi keldi. Mana tasdiqlash kodini kirgizdim. Tasdiqlash tugmasini bosgandan so'ng davom etish imkoniyati berildi mana bizga. Demak, ariza ko'rib chiqish uchun yuborildi degan ma'lumotni ko'rib turibsizlar ekranda. Demak, bunda 1 daqiqadan 3 ish kunigacha davom etishi mumkin deyilgan. O'zi aslida odatda 30 daqiqa davomida ko'rib chiqiladi, katta ehtimol bilan. Kutib turamiz ozgina. Demak, unga qadar hozir mana tizim bizga bank filiallari orqali bank hisob raqam ochish imkoniyatini ham taqdim qilyapti. O'zimizga ma'qul bo'lgan, xohlagan o'sha bank filiali orqali hisob raqam ochishingiz mumkin tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun. Xo'sh, mana Ipoteka bank, Milliy bank, Tengi bank, Aloqa bank, Kapital bank, Asaka bank, Farhod Gez, Nuriy Gez degandek Hamkor bank. Qaysi birini tanlaymiz? Nima deb o'ylaysizlar? Men o'zim SQBdan ko'proq foydalanaman. SQBni tanlasam menimcha bo'ladi. Oferta shartlarini ko'rib chiqib tanlaymiz. Demak, mana hisob raqami ham ochildi birdaniga. Bankka borib
Ortiqcha vaqt ketkazishga ham hojat yo'q umuman. Hisob raqam berildi. Arizani yakunlaymiz. Xo'sh, bu yerda YTT haqida umumiy ma'lumotlar, bank hisob raqami haqida ma'lumotlar, nima to'lov qilganimiz haqidagi mana 370.800 so'm. Agar onlayn tadbirkorlik faoliyati ochadigan bo'lsanglar 370.800 so'm. Bu BXMni 0.9%. Yo'q, 90%. Agar davlat xizmatlari markaziga yagona darchilik borib ochadigan bo'lsanglar, bu bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar, ya'ni 412.000 so'm. 42.000 so'm tejab qolish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Guvohnomani so'raymiz. Tayyor bo'lsa chiqadi. Hozircha guvohnoma yo'q. Bor ekan. Demak, guvohnomamiz mana oradan 5 daqiqa o'tmasdan ham tayyor bo'ldi. Ko'rib turishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Buni yuklab olamiz o'zimizga. Demak, bu tizimga mana yuklandi. Nomini ham o'zgartirib qo'ysak bo'ladi bemalol. Tadbirkorlik guvohnomasi deb qo'yamiz. Mana. Xo'sh, mana rasmiy ravishda tadbirkorlik subyekti bo'ldik. Qancha arzimagan vaqt ichida. Agar siz hozir yagona darchiga boradigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, yo'lga qancha vaqtingiz ketadi. Men o'zim borib ko'rdim shaxsan 2 kun oldin. Navbat juda ko'p, odam juda ko'p. Kamida 2 soat vaqtingiz ketadi kutishga o'ziga. Bundan tashqari xodim bilan ishlaysiz. Bu yoqda sizga elektron raqamli imzo olishingizga ham alohida jarayon u narsa. Birdaniga ochib berishmaydi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim o'sha. Bir kun oldin kelib YTT ochib ketishgan, guvohnoma olib ketishgan, ertasi kuni elektron raqamli imzo olishga, kulishga alohida yana kelishyapti. Hattoki e'tib ham qo'yishmagan, kulish olishingiz kerak deb. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma ma'lumotlar bor. Xullas, biz bugun guvohnoma oldik, buni tartibini ko'rib o'tdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda, to'g'riroq chiqishlarimizda xodim yollash, xodim qanaqa tartibda yollanadi, necha nafargacha xodim yollashimiz mumkin, unga qanaqa soliqni to'laymiz hamda davlat soliq xizmati organlari ro'yxatiga qanaqa kirgizamiz, shu haqida gaplashamiz. Bitta muhim tarafini aytib o'tishimiz kerak. Mana bugungi sana 3-aprel. 3-aprel o'zi biz bu YTTni sal oldinroq ochmoqchi edik, lekin Soliq kodeksiga belgilangan tartibga ko'ra yangi tashkil etilgan yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari ijtimoiy soliqni tashkil etilgandan keyingi oydan boshlab to'lashlari belgilangan. Shuning uchun bu oy biz uchun ijtimoiy soliq uchun imtiyozli davr, bir oy mobaynida. Foydalanib qolamiz. To'liq darslikni ko'rib chiqdik. Agar ushbu ma'lumotlar, ushbu chiqishimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, iloji boricha ko'pchiligiga tarqating. Zero o'sha foydali ma'lumot birovlarga foydasi tegishida siz ham manfaatdor bo'lib qolasiz, sababchi bo'lib qolasiz va iloji bo'lsa like tugmasini bosib ketsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lamiz. Rahmat, kattakon salomat bo'ling.